Oila jamiyatning mustahkam tayanchi, ma'naviy muhit va barkamol avlod tarbiyasining asosiy maskani hisoblanadi. Zomin tumanida ushbu yuksak qadriyatlarni ulug'lash, jamiyat hayotida o'zining ibratli faoliyati bilan ajralib turgan oilalarni munosib rag'batlantirish maqsadida tantanali tadbir tashkil etildi. Tadbir davomida tumanda istiqomat qilayotgan 8 ta oila ibratli oila ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Mazkur mukofot oilalarda o'zaro hurmat va mehr-oqibat muhitini mustahkam saqlab kelayotgani, farzandlar tarbiyasidagi namunadorligi, mehnatsevarligi, mahalla hayotidagi faolligi hamda jamiyat taraqqiyotiga qo'shayotgan munosib hissasi uchun topshirildi. Taqdirlash marosimida Zomin tumani hokimining o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Nigora Omonova hamda O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash Nuroniy jamg'armasi Zomin tuman bo'limi mutaxassisi Saodat Alimova ishtirok etib, mukofotlarni tantanali ravishda o'z egalariga topshirdi. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar tomonidan mustahkam oilaning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashdagi ahamiyati alohida ta'kidlandi. Shuningdek, oilalarda sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirish, mahallalarda hamjihatlik va totuvlikni mustahkamlash bugungi kunning muhim vazifalaridan biri ekani qayd etildi. Ta'kidlanganidek, bunday e'tirof va rag'batlar jamiyatda oilaviy qadriyatlarni keng targ'ib qilish, yosh oilalar uchun ibrat muhitini yaratish hamda farovon va barqaror jamiyatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.